Hozirgi kunda eng ko'p ota-onalar bergan bitta savolga umumiy tarzda javob bermoqchiman. Hurmatli ota-onalar, bu aynan videom sizlar uchun. Ko'p marta mana bir kunda hech bo'lmasa 20 tadan 40 tagacha odam telefon qiladi, eng kamida. Va o'quv markazim yoki maktabim haqida so'rab, oxirida gapni kafolat berasizmi deydi. Ya'ni 100% o'qishga kiradimi? 100% kafolat berasizmi degan savol beriladi. Mana shu savol juda ham og'riqli narsa. Buni nimaligini aytaman sizlarga. Birinchidan, doim aytganimdek, biz bandamiz. Banda o'zini ertangi kuniga javob bera olmaydi. Biz 1 yildan keyingi holatga, 10 yil holatga javob bera olmayman. Hamma narsa Allohdan. Ikkinchisi, xo'p, sababiyatini qildik. Biz tayyorlayotgan harbiy oliygohlarda bizga bog'liq bo'lmagan joylari bor. Misol uchun, hujjatlar yig'ish jarayonlarida yoki tibbiy ko'riklarda. Bu narsaga qanaqadir biz o'rtaga aralasha olmaymiz tibbiy ko'riklar yoki hujjat yig'ish jarayonlarida. Bu narsada bizga bog'liq bo'lmagan holatlar juda ham ko'p. Agar davlat oliygohi bo'lganda, misol aytishim mumkindir, sababiyatni zo'r qilsak, xudo xolasa kiradi deb. Lekin harbiy oliygohlarda albatta sababiyatni maksimal darajada qilamiz. Xudo xolasa o'sha o'zim o'qitadigan fanlarimdan milliy sertifikatni tayyorlab beraman. Lekin o'zimga bog'liq bo'lmagan holatlarimga, hurmatli ota-onalar, kafolat degan so'zda javob bera olmayman. Ya'ni kafolat berasizmi degan savolingizga doim yo'q javob beraman. Mana shu sabablar tufayli doim aytaman, kafolat berasizmi degan savolga yo'q degan javobni beraman.